Voy eshak. Narxini eshitib hozir mazasi qochadi. Ey, jigar. Jilay 250 ni. Вообще shikalat narxga shikalat ranglisini qo'yamiz. Agar bu mashinani narxini aytmay bir 40 ming dollarlik mashina deb bersangiz ham, voy laqqa ishonveradi. O'zi 40 ming 50 minglik mashina-da, ingiz buni bilasizlar-ku. Jigar. Kraskasi top-toza, aynan choko ranglisi kelib qoldi. Probegi ham 76 ming. Salonning holati ham mana tarpetkalar, obshivkalar, sidinalar mana kojasini ko'ryapsizmi? Taniq bo'lib turibdi. Mana bunaqa atamankalargacha bor. Faqat bular sidinasi mana bunaqa prostoyligi. Yaxshi, tez-tez buni yotqizib turg'izishga. Zo'r oldi tanirovka razishinalargacha bor ekan. Hatchback kuzov deylardi, adashmasam, eng oilaviy yurishga qulay menimcha mana shu. Bitta bagajni ochasiz, ichiga hamma narsani qo'yasiz. Yaxshigina surib qo'yadi. 2 litr turbina motor tasavvur qilasizmi? 6,5 sekundlarda 100 ga chiqadi. Xullas, mana bular bilan bemalol surishaverasiz. 25-26 lardan keldilar. Bemalol shu